Sevgan animalaringizni anibla.uz ilovasida birinchilardan bo'lib tomosha qiling. O'zga dunyoliklar olamida odamlar damlamalar yordamida ilohiylik yo'liga qadam qo'yib, turli qobiliyatlarga ega bo'lishlari mumkin. 22 ta yo'l 9-ketma-ketlikdagi damlama bilan boshlanadi. Ketma-ketlik raqami qanchalik past bo'lsa, o'zga dunyoliklarning qobiliyatlari shunchalik kuchli bo'ladi. Qudratli o'zga dunyoliklar ilohiy kuchga ega bo'lishlari mumkin. Bu rivojlanish ilohiylik yo'li deb ataladi. Beshinchi davr 9-sentyabr 1349-yil. Tingen shahrida qiyomat kuni. Dunyo sarob. Tartibsizlik abadiy. Oliy mavjudot bo'lish ne'matdir. Qiyinchiliklarga, yovuzlikka, zulmatga qarshi kurashish befoyda. Noma'lum narsa uyg'onish kerak. Xudosizlikda ayblangan cho'pon taqvodorlik bilan emaklab keldi. Barcha qo'zichoqlarni qurbonlik qilaman. Ilohiylik uchun. Ilohga! Og'rib o'tdi. Beshinchi davr 28-iyun 1349-yil. Qayodaman? Bu dahshatli tushmidi? To'pponcha? Qanday og'riqli? Miyamga qon quyildimi? Holdan toyib o'ldimmi? Kleyn. Kim bor? Kleyn kim o'zi? Bu men emas. Kleyn. Men boshqa olamdaman. Doklad qil. Kapitan, 2 ta murda. Welsh va Naya. Tarix fakulteti bitiruvchilari. Vaziyatga ko'ra bu o'z joniga qasd. Ammo qora folbinlik qilingan yoki o'zga dunyolik qurbonlik qilingan. Natijada esa yovuz kuch uyg'ongan. Bu odam kim? Kleyn Moretti. Marhumlarning sinfdoshi. Ota-onasi vafot etgan. Akasi va singlisi bilan yashaydi. Kleyn Moretti Shimoliy qit'adagi Leon qirolligini Ava okrugidagi Tingen shahrida yashaydi. Tarix fakultetini tugatgan. Qadimgi Feysak va Germes tillarini biladi. 29-mayda oldimga Welch keldi. U qadimiy daftarni topganligini aytdi. 20-iyun birinchi sahifani rasshifrovka qildik. O mani ma'budim. Bu 4-davrga tegishli daftar. Bu daftarchani egasi Antigonuslar xonadoniga mansub. 21-iyun, 22, 25 Antigonus. Qora imperator, Tudorlar saltanati, Xornatsiz tog' tizmasi. 26-iyun. Bu g'alatiliklar haqiqatdan yuz beryaptimi? 28-iyun. Nimaga 27-sana to'g'risida hech narsa yo'q?
Germes? Hamma halok bo'ladi. Shuningdek men ham. Nima uchun Klein buni yozgan? U nimani ko'rdi ekan? Klein! Melissa Moretti, Kleinning singlisi, Backland universiteti talabasi. Yana tuni bilan kitob o'qidingmi? Qanaqa kitob ekan bu? Endi turdim, yig'ishtiryapman. Qanaqadir sirlisan. Bu nima edi? Nazarimda u yana buzilib qoldi. Nafrat va umidsizlik tuyg'usimi? U soatni to'g'rilamoqchimi? Bo'ldi. Nima? Ahmoq akangga g'amxo'rlik qilyapsanmi? Jarohat deyarli bitib bo'ldi. Ko'chib o'tish natijasimi? Peshonasiga o'q uzganmi? Suitsid yoki kimdir buni uyushtirganmi? Klein xotiralari uzuq yo'liq va ko'p tafsilotlar yo'qolgan bo'lsa-da, ishonchim komilki, bu qadimiy daftar bilan bog'liq. Xo'sh, nimaga men bu yerga ko'chib o'tdim? Oddiy hayot kechirayotgandim-ku. Faqat ishda omadim kelmayotgandi. To'g'ri. Omad keltiruvchi marosim o'tkazdim. Klein! Boshing aylanayotgan bo'lsa, yotib ol. Hammasi joyda. Yaxshi, men darsga ketyapman. Yangi yopilgan non olib kel. Faqat ko'p emas, issiqda u tez buziladi. Ha, yana qo'zi go'shti va no'xat ham ol. Ish topish uchun ko'p harakat qilding. Senga mazali taom tayyorlab beraman. Bugun kechroq qaytaman. Xayr. Kechir, Melissa. Qaytganingda bu yerda bo'lmasligim mumkin. To'pponcha juda baland ovoz chiqaradi. Lekin Melissa uni umuman eshitmagan. Bu yerda uzoq qolish xavflidir. Omad keltiruvchi marosimni yana sinab ko'raman. Balki orqaga qayta olarman. Kechki ovqatga uyga qaytishni xohlayman. Smirin xonim, yangi yopilgan non bering. Klein, sen allaqachon universitetni tugatdingmi? Ha, so'raganingiz uchun rahmat. Sen juda aqllisan. Tez orada yangi ish topib, bu yoqdan ketasan. Sen bunaqa joyda yashamasliging kerak. Hech bo'lmasa, o'z hammoming bo'lish kerak. Smirin xonim, bugun ko'rinishingiz juda ajoyib. Bora qoling, xayr. Xayr, Klein. Iron va Cross ko'chalari chorrahasi, Tingen shahri, Leon qirolligi. Quyosh ham hech o'zgarmagan. G'alati qizil oyi hisobga olmasak, xuddi parallel olamda yashayotgan deyman. Uch. Oh. Pas. Landlord o'ynama? Ha. Ular ham Landlord o'ynashyapti. Menimcha, buni 100 yil oldin Intis imperatori Rozel Gustav o'ylab topgandi. Bundan tashqari u taro kartalari va paroxodni ixtiro qildi. Yelkanli kemani takomillashtirdi va bahor festivalini tijoriy qildi.
Barcha ixtirochilar singari imperator Rozel Gustavam ehtimol ko'chmanchilardan bo'lsa kerak. Mani vatandoshimmikan? Yozuv, sirk tomoshasi. Sirkmi? Janob, bugun kechqurun sizni kutamiz. Soat 19:00 da. Xudo xolasa. Yo'qolgan qo'zichoq. Bu yoqqa kel. Senga kelajagingni aytib beraman. Jenkins. Qayerga g'oyib bo'ldi? Taqdir sirli va uni bashorat qilish qiyin. Taro kartalari senga yashirin narsalarni ko'rishga yordam beradi. Taro kartalari? Xuddi yerdagidek ekan. Imperator Rozelam kelgandilardan ekanda. Bugun sen mana birinchi mijozimsan. Fol ochish bepul. O'tir. Bepul? Albatta. Qani boshlaymiz. To'xtang. Avval javob bering. Kartalarni sharhlasham tekinmi? Ha, albatta. Tekin narsalar odatda qimmatga tushadi. Nimani bilmoqchisan? Mani o'tmishim, bugunim va kelajagim. Kartalarni yana aralashtir va shu savolni ichingda so'ra. Allaqachon qildim. Boshlang. Bu karta sani o'tmishing. Bu esa buguning. Bu kelajaging. Xo'sh, janob Tekin mijoz. Birinchi bo'lib qaysi kartani ochamiz? Bugunni. Masxaraboz. Masxaraboz. Masxaraboz? Taro to'plamini nolik kartasi. Yangi boshlanishlar ramzidir. Hoy! Yana o'zingni menga o'xshatyapsanmi? Sen shunchaki hayvon o'rgatuvchisan. Rostdanmi? Hayvon o'rgatuvchisidan yaxshi folbin chiqmasa kerak. Bor hayvonlaringga qara, ko'zimga boshqa ko'rinma. Lekin mani bashoratlarim juda aniq. Mangu quyosh, bo'ronlar hukmdori, ilk va donishmandlik xudosi, abadiy tun malikasi, yer onasi, jang tangrisi va texnologiya tadqiqoti xudosi. 5-davrda shu 7 xudoga sig'inishardi. Muhtaram samoviy zotga, bu omadi chaqirish marosimi bo'ladimi yoki boshqa olamga o'tish uchunmi? Iltimos, meni uyimga qaytaring. 4 ta mahsulotni 4 burchakka qo'yamiz. Xonani o'rtasida turamiz. Kvadrat hosil qilish uchun soat miliga qarshi 4 ta qadam tashiymiz. Muhtaram samoviy zot. Muhtaram samoviy zot. Muhtaram samoviy zot. Muhtaram samoviy zot.
Avva okrugi politsiyasi. Hech narsa bo'lmadi-ku. Lekin nimaga? Endi men o'zingni baloga giriftor qilma. Muhtaram samoviy zotga. Bu qanaqa joy o'zi? Ey ko'cham, Xolov sulolasi nomidan seni uyg'onishga chaqiraman. Kechirasiz. Bu qanaqa joyligini bilsam bo'ladimi? Bu ikkalasini men chaqirdimmi? Kechirasiz. Siz bu ilohiy saltanat egasimisiz? Ilohiy saltanat? Qaysi ilohiy saltanat ibodatxonasiz bo'ladi? Qonun e'lon qilingan va moddiy ko'rinish olgan paytdan kuchga kiradimi? Balki men kulrang tumandan o'yindagi cheat kod kabi foydalana olarman. Zo'r. Albatta janob. Kechirasiz. Men qayerdaman? Va kimsiz? Men Chijoy Minjuymanmi yoki Klein? Mani ismim Masxaraboz. Masxaraboz? Janob Masxaraboz. Nima qilmoqchisiz? Bu tajriba edi. Tajriba? Janob Masxaraboz, tajribangiz tugadimi? Endi ketishimiz mumkinmi? Albatta. Agar shuni istasangiz, sizni darhol uyingizga qaytarishim mumkin. U sodda yosh qizladek gapiryapti. U esa bosiq va ehtiyotkor. Tushunish qiyin. Bularning hammasi juda qiziq. Men shunaqa mo'jiza, g'ayritabiiy bir narsani orzu qilardim.
Janob masxaraboz, o'zga dunyolik bo'lishim uchun nima qilishim kerak? Narigi dunyolik? Bu nima degani? Savolingga kelsak, unga javobni mana bu janob bera oladi. Qiz Loin zodagonlardan shekilli. Men esa uzoq Soniya dengizdanman. Oramizda minglab chaqirim bor. Masxaraboz buni qanday uddaladi ekan? Siz Loindansiz, shundaymi? Abadiy tun ma'budasi cherkoviga qo'shiling yoki baronlar ma'budi cherkoviga yoki boshqa birortasiga. Ko'pchilik odamlar umri davomida o'zga dunyoliklarni uchratmaydi, ammo ular mavjud. Ular hamon tobora kuchayib borayotgan zulmat xavfi bilan kurashmoqda. Lekin men erkinligimni yo'qotishni xohlamayman. Qirollik xonadoniga murojaat qiling yoki qadimiy zodagonlarga. Boshqa yo'li yo'qmi? Aslida menda ikkita 9-ketma-ketlikdagi damlama bor. Qanaqa damlama? Rostdanmi? Qaysi ikkitasi? Biri dengizchi, ikkinchisi kuzatuvchi deb ataladi. U kuchli ziyraklik ato etadi. Bular turli xil g'ayritabiiy qobiliyatlar bo'lsa kerak. Darajalarga bo'linmagan. Ehtimol kulrang tuman va mani ko'chishim narigi dunyoliklarga xos kuchlardir. Janob masxaraboz, men bu odam bilan kelishdim. Sizdan iltimos qilmoqchiman. Bizning bitimimizga guvoh bo'la olasizmi? Albatta. Yana bir nechta uchrashuv tashkil qila olasizmi? Uchrashuvmi? Janob masxaraboz, sizning kuchingiz tasavvurimizdan-da ziyoda. Istasangiz bu oqsuyak xonim va men sizni qiziqtirmaydigan arzimas vazifalarni o'z zimmamizga olishimiz mumkin. Tez-tez uchrashuvlar sirlarimni fosh qilishi mumkin. Biroq g'aroyib olam bilan aloqa uyga qaytishimga yordam berishi mumkin. Men noma'lumlik qo'rquvini yengishim kerak. Uchrashuvlar har dushanba soat 15:00 da yolg'iz qolishga harakat qiling. Davom etamiz. Balki o'zimizga taxallus o'ylab toparmiz. Haqiqiy ismimizni ishlata olmaymiz-ku. Yaxshi fikr. Janob masxaraboz ismini tarot kartasidan olgan ekan. Topdim. Men adolat bo'laman. Men osilgan odam. Kuchim tugab bo'ryapti. Men imperator Rozeli tarot kartalari to'plami dastlab boshqacha bo'lganini eshitganman. Ha. Imperator Rozel xudoga shak keltiruvchi kartani ko'rgan emish. Kartalar to'plami 22 ta yo'lning sirlarini o'zida saqlaydi. Yetarli. Uchrashuv tugadi. Siz nima desangiz shu? Albatta, hukmdor. Kim u? Politsiya. Hozir. Inspektor? Uzr, uxlab qolman. Sizni eslayman. Siz o'sha odamsiz. Maydonda meni ta'qib qilayotgan. Ta'qib? G'alati so'z tanladingiz. Balki men sizni qo'riqlayotgandirman. Leonard Mitchell, Ava tumani politsiyasi. Nimaga kiryapsiz? Xotirjam bo'ling, janob Moretti. Shunchaki rasmiyatchilik. Dan Smith, Ava tumani politsiyasi. Ofitserlar, Naya va Welch rostdanam o'zlarini o'ldirdilarmi? Jinoyat joyiga qaraganda, ha. Qanaqa suitsid bo'lishi mumkin? Ularni nimadir egallab olgan. Qanday g'alati narsalar. Siz Yana bir narsa. Hamma halok bo'ldi, shuningdek men ham. Bu nima degani? bilmayman. Ko'p narsa esimda yo'q.
Ayniqsa so'nggi voqealar. 27-sanada janob McGovern huzuriga kelganingizni isbotlovchi dalillar bor. Unikiga bordimmi? Menga ishonmasligingiz mumkin, lekin faqat kundaligimni o'qib taxmin qilishim mumkin. Janob Morettining to'pponchasi yo'qolgan. Ishonchim komil. Biz uni shu yerdan topamiz. To'g'rimi, janob Moretti? U duxovka shkafida. Yana biror nima aytmoqchimisiz? Aytmoqchiman. Kecha tun yarimida uyg'onib qarasam, go'yo o'zimni o'ldirmoqchi bo'lgandek stolda yotibman. Shundan keyin ko'p narsani unutib qo'ydim. Ruhiyatingiz mustahkam ekan. Rost gapirayotganligimni bilasiz-ku. Mantiqiy xulosa chiqaradigan bo'lsak, ha. Ammo buning ahamiyati yo'q. Psixik tekshiruvdan o'tishingiz shart. U yo'qotilgan xotiralarni tiklashga yordam berishi kerak. Psixik tekshiruv? Ularga meni yerdagi xotiralarim kerakmi? Juda omadli ekansiz. Sog'-salomat ekaningizdan xursandmiz. Hozirgi kunda bunday sinovlarga duchor bo'lganlarni o'lib ketishi bu tabiiy hol. Nima bo'ldi, janob Moretti? Agar ular meni kelganda ekanligimni bilishsa. To'xta! Jinursan va o'g'rivachcha, har kuni mendan o'g'irlaysan. To'xta! O'shalar uni. Qo'yib yubor. Nihoyat qo'lga tushdi yaramas o'g'ri. O'g'irlaganni qaytarsin. Qo'yib yubor, bo'lmasa la'natlayman. Bu imkonim. Qo'yib yubor. Vaqt va fazo to'xtab qoldimi? Yaqinda narigi dunyolik bor. Bandargohga. Xo'p bo'ladi. Ta'qibchilar yo'q. Hammasi o'tib ketgan ko'rinadi. Iltimos to'xtating. Qayoqqa? U elchinning uyiga. Bu tush ekan. Qachon uxlab qoldim o'zi? Yana bir bor salom. Dan Smith. To'ngilochin. Dan Smithdan. Demak, u tushimni boshqardimi? U narigi dunyolikmi? Janob Moretti, kechalari biz siz o'ylagandan ancha kuchliroqmiz. Biz? O'zingni bo'sh qo'y. Shunda hammasi tez va silliq o'tadi. O'zingga osonroq bo'ladi. Yo'q. Xavotir olmang. U shunchaki sizni tinchlantiryapti. Aslida
U odamlardan ko'ra murdalarni afzal ko'radi. Ona, ota. Kleyn. Yuzaki xotiralar o'chirilishi mumkin. Ammo tafakkur ummonida tubsizlikda yashiringan narsalar o'z aksini topadi. U buni ko'ryaptimi? Yo'q. U ko'ra olmaydi. Uni aytishchi. Bu meni ongam. Ammo u meni sirlarimni ko'ra olmaydi. Ehtimol bu kulrang tuman sabablidir. Kleyn. Manget. Antigonuslar oilasining kundaligini qayerga qo'yding? U yo'qolibdimi? Bilmayman. 27-iyunda Welchning uyida nima bo'ldi? Welch. Naya. Bilmayman. Ular halok bo'lganda sen nima qilayotganding? Man sinovdan o'tdimmi? Men uchta narsani aniq bilaman. U o'zini otib tashadi, lekin hali ham tirik. Xotiralarga kelsak, ular Welch va Nayani ruhlariga o'xshaydi. Hech qanaqa iz yo'q. Unga juda dahshatli kuch ta'sir qilgan. Men hali bunchalik chigal narsaga duch kelmagandim. Iltimos, ehtiyot bo'l. Antigonuslar oilasining kundaligi yo'qoldi. Sen hali ham xavf ostidasan. Unda men Biz seni egang emasmiz. Seni qo'riqlamaymiz. Lekin agar sen bizga qo'shilishga va o'zga dunyolik bo'lishga tayyor bo'lsang, davomi bor. Play Market va App Store'dagi Anibla.uz ilovasi uchun Anibla Studios tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Menimcha sizlarga yoqdi degan umiddamiz. To'g'risini aytsam, qanaqadir g'ayrioddiy anime ekan. Shu bu yoqda Xitoycha proyektlar bizda juda ham kam. No, reytingi bo'yicha manhvasimi nima chiqarishadi xitoyliklar? Ular bo'yicha zo'r deyishyapti. Hali ikkinchi qismi birdaniga 1 va 2 ikkinchi qism chiqdi. Tak что ikkinchi qismini ham yaqin vaqtida ovoz berib tashlaymiz degan umiddaman. Так что, hali nima desam aka, birinchi qismdan hali unchalik tushunish, dunyoni tushunish yo'q. Mayli, keyingi qismlarda ko'rib qolamiz. Может, qanaqadir ma'lumotlar beriladi. Qanaqa dunyoda nima qilyapti, kim u? Qanaqa masxaraboz yana. Mayli, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi qismlarda bo'lib ko'rishguncha.